Assalomu alaykum Jaluzi brend obunachilari. Biz hozirda Toshkent shahridamiz. Bu yerga pardalarimizni o'rnatgan kelganmiz. Ko'p qavatli uylarga. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Biz batafsil ma'lumot beramiz. Oshxona qismi. Karnizlar shitda tayyorlanadi. Ushbu xonadonimizga o'rnatiladigan ishlarni ko'rsatib chiqamiz. Birinchi xonamizga pardalari tayyor. Karnizlarini qatirib oldik. Xudo xolasa, mana oshxonasi. Batafsil boshqatdan ko'rsatamiz hali. Sizlarga qulaylik jihati bizdan xarid qilsangiz, karnizlari joyida tayyorlanadi. Mana va peredelki ishlari bo'lmaydi, hali ochilib qolmaydi. Qiyshiq o'rnab qolmaydi. Hozir mana shu yerda ugovnilarni qatirib chiqyapmiz. Ugovnilari ham baquvvatida turetskiy baget karnizlar. Mana shu yerda o'zida tayyorlab tekis qilib qo'yamiz. Bizdan xarid qilgan odamlar biladi. Chokini chokiga qo'yib, tekis qilib hamma yo'g'ini kiygizamiz. Mana o'g'il bola xonasiga ko'k rang tanlangan. Hattoki mana shu tepasiga o'rab qo'yadigan buncha qo'lini ham qilib berdik. Yostig'i. Qizlarning xonasi ham bor mana. Qizlarning xonasiga ham chiroyli pardalarni tikib kelganmiz. Nasib qilsa, polni ko'rsatib chiqamiz. Hozir bo'shligida do'pposli holatini olamiz. Ko'ringlar. Hozir mana shu yerlarga chiroyli pardalarimizni o'rnatib olsak, bo'ylari tushsa, nasib qilsa 1-2 soatda topshirib yuboramiz. Bizni kuzatishda davom etib turinglar. Jarayonni sekin-sekin olaveramiz. Yotoqxonamiz, xudo xolasa, pardalar ilinyapti. Ustiga baget ham qo'yamiz. Realistik bo'lgan hamma xonaniki. Har bitta jarayon mana shu yerda o'zida bo'ladi. Dazmollashlari 3 marta amalga oshiriladi. Birinchi olib kelganimizda, keyin tikib olingandan keyin yana bir marta ilib berganimizda. Plus ideal. Har bittasi ochiladi va derazani ochishga qulay qilib berganmiz. Hozirgi zamon talabi shu. Mana bu taraf qop-qora parterli bo'ldi. Bu parteri yopiladigan bo'lgan. Parterini ham yopiladigan qilganmiz. Xullas shunaqa. Hurmatli do'stlar, ishlarimiz yakunlandi. Ko'rib turganingizdek, mehmonxona skromniy holatda bo'lgan panellardan TV zonalari va pardani mos kelganini qaranglar, ranglarini bir-biriga uyg'unlashgan. Juda ham sifatli parda, matolari zo'r, yengil, ishlatishga juda ham qulay. Bu tarafda o'g'il bolalar xonasi bor edi. Mana onam o'z qo'llari bilan yostiqcha, choyshab ham pardadagi karnizni qaranglar, qanaqa moslaganmiz. Patsvet ham yo'q, patsvet bo'lgan. Qaymoq rangi bunga moslangan, tepasidagisi bunga moslangan, zangorisi. Biz shunaqa chiroyli pardalar ildik. Bu xonadan endi qizlarning xonasiga kiramiz. Ko'rib turganingizdek, qizlarning xonasiga ham patsvet bo'lgan, bu ham karnizlari, turetskiy karnizlar ishlatganmiz. Panellar, taroqlar hammasi uyg'unlashgan. Pardamiz ham hattoki mana mashitni o'zida tayyorladik, ko'rdinglar. Bu yoqda esa yosh kattalar yotoqxonasi. Bu yerga ham juda ham chiroyli qop-qora rangda qilib berdik. Bu yerda ham karnizlar va pardalari alohida tema.
Betdiki xonani muhitiga moslangan, ya'ni mana shu yer yopiladi. Yopilib, to'liq to'siladi. Va barcha pardamiz ochilib yopiladi. Bu yer esa kirish qismi. Mana kimdir remont qilmoqchi bo'lsa, ko'rib olinglar. Sizlarga foydali video. Like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni ham unutmanglar. Oshxonaning ko'rinishi. Stol-stullari hamma yo'g'i chiroyli va shunga uyg'unlashib, bizni pardalarimiz ham chiroyli chiqdi. Bizni kuzatishda davom etinglar, hurmatli do'stlar. Butun vodiy bo'ylab hamda Toshkent shahrigacha xizmatlarimiz bor. Sog' bo'linglar.